Bugun 8-fevral 2026-yil biz Xitoy 2 bozorimizdagi atmosfera, bahor kiyimlarimiz chiqib bo'lgan, bu yerdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bu katta razmerdagi vishilkali qizchalar uchun 25 ming so'mdan. Bu Versace trikolarimiz 25 ming so'm, rasvetkalar bor. Bular 20 ming so'm aksiya qilardik bular. Plashovkali. Bu dvoykalar 22 ming so'mdan. Bular 14 ming so'mdan aksiyada. Tepa past ko'ylaklar 33 ming so'mdan, 100 ming 3 tadan. Bu dvoykalarim 33 ming so'mdan ekan. Bu dvoykalar 35 ming so'mdan. Bular 15 ming so'mdan. Bu past qatorlar 20 ming so'mdan ekan, tepa qatorlar 22 ming so'mdan. Bular 33 ming so'mdan ekan. Yangi kalta futbolkalarimiz chiqibdi 20 ming so'mdan, bu yangi o'zini 22 ming so'mdan. Mana bu dvoykalar 38 ming so'mdan ekan. Katta razmer maktab yoshiga tushadi. Xuddiligi 35 ming so'mdan ekan. Bu bozor Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida. Qaysi kunlari bo'ladi deganlar uchun chorshanba, yakshanba ertalab 5 da boshlanadi soat. Uzoqdan keladiganlar uchun gastitsamiz bor. Bemalol kelib savdo qilib ketishlari mumkin.